Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. Men 15 yillik tajribaga ega modelyer dizayneringiz Sayram Ilhomzodaman. Ushbu YouTube kanalim orqali o'z bilim va ko'nikmalarimni sizlar bilan bo'lishib boraman. Biz bilan qolishda davom eting. Eng zo'r videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum hurmatli tikuvchilar. Bugungi darsimiz orqali sizlar bilan abaya bichishni o'rganamiz. Bu bichim orqali siz o'zingizga turli xil paltolar, hudi, abayaning turli xil bichimlariga modellashtirib olsangiz bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan o'lchamlar ro'yxati. Birinchi bo'lib ko'krak yarim aylana, bel yarim aylana, bo'ksa yarim aylana, yelkadan belgacha, old kenglik, ko'krak balandligi, umumiy uzunlik, yeng uzunligi va yengni sizga kerak bo'ladigan uzunlik tugagan joyida aylanasi ham kerak bo'ladi. Bel aylanasi abayada e'tibor bergan bo'lsangiz keng bo'ladi. Bel aylanasi ko'pincha kerak bo'lmasligi mumkin o'lchami, lekin bizga bel o'lchamini olganmiz. Sizlarda doimiy odat bo'lsa mana shu 3 ta o'lchamni olib, 3 ta o'lchamdan ko'krak aylana katta bo'lsa ko'krak aylana bo'yicha ishlang, bel aylana katta bo'lsa bel aylana bo'yicha ishlang. Chunki 50 yoshdan keyin ko'pincha ayollarda mana shunaqa nostandart qomatlarda shunaqa nomutanosiblik bo'ladi. Shuning uchun ham odat qiling bel o'lchamini o'lchashni. Mana shu o'lchamlar asosida asosni qurishni boshlaymiz. Doskada bo'yim yetgan uzunlikda o'lchab chizaman. Millimetrovka qog'ozda bizga kerak bo'ladigan o'lchamni o'zini qo'yib olamiz. Birinchi bo'lib umumiy uzunlik o'lchamini qo'yib olamiz. Umumiy uzunlik o'lchamini qo'yib olganimizdan keyin bazisni setka qilib olishimiz kerak. Buning uchun bizga kerak bo'ladi o'lchamimizni eng baland nuqtasidan taxminiy chizma chizib olamiz. Keyingi chizmamiz ko'krak aylanasi plus ko'krak aylanasimiz ko'krak balandligi plus 1, shunda bo'ladi 26 sm. 26 sm tushib olamiz. Bundan keyingi o'lchamimiz yelkadan belgacha bo'lgan uzunlik 41 sm. Bunga ham doimiy 1 sm uzunlikka qo'shib olamiz, chunki yelkadan 1 sm tikishga ketganligi uchun, bu matoda bichib tikish hisobi bo'lganligi uchun mana shunday plus qilib olyapman. 42 sm. Mana bu boshidan 42 sm chizib olamiz. Mana endi bu bel chizmasidan bo'ksani topib olishimiz kerak. Buning uchun kerak bo'ladigan formulamiz bor. Ikki xil formuladan foydalanishimiz mumkin. Buning birinchisi, masalan, e'tibor bergan bo'lsangiz, odam qomati standart bo'yicha bo'ylar bilan kelib chiqadi. Masalan, biri 60, biri 55 yoki biri 70. Bu ham behudaga emas. Hozir masalan, meni o'zimni bo'yim 160 sm bo'ladigan bo'lsa, buni bo'laman 10 ga 16 plus 1, bu meni bo'ksagacha bo'lgan uzunlik o'lchamim. Shunda 17 sm. Mana beldan bo'ksagacha 17 sm tushib olsam bo'ladi. Yana bitta formula esa bizni mana bu bo'yin orqamizda 7-umurtqa pog'onamiz bor. Bo'yinning orqasida turtib chiqqan suyakchadan belgacha bo'lgan uzunlikni o'lchab olamiz. Menda bu o'lcham 37 sm. Bo'laman 2 ga 18,5 sm. Mana bu holatda endi oradagi farqni ko'ryapsizlar. 1-1,5 sm. Bu holatda ham xato emas, bu holatda ham xato emas. Ko'pincha mana bu formuladan foydalanaman. Ikkalasi ham aslida xato emas. Mana shu o'lcham qo'yib oldim 17 sm. Endi kengliklarni qo'yib olamiz. Xo'p. Birinchi bo'lib ko'krak yarim aylanadan boshlaymiz. Bo'lamiz 2 ga 23 sm. Bunda erkinlik haqqi biz 3 sm berishimiz kerak. 26 sm. Mana bu o'lchamdan 26 sm o'lchamni qo'yib olamiz. 26. Belga tegmaymiz, chunki abayada belga urg'u berilmaydi, keng fason bo'lganligi uchun. Endi keyingi o'lchamimiz mana shu chiziqdan bo'ksa o'lchamini qo'yib olishimiz kerak. Bunda ham bo'ksani 2 ga bo'lamiz 24 sm. Bunga ham 3 sm qo'shimcha qo'shib olamiz 27. Mana bu chiziqdan 27 sm yonga yurib olamiz. Mana shu chiziqlarni o'zaro tutashtirib olamiz. Mana. Xohlasangiz, masalan, ko'krakdan bo'ksagacha bir xil borib, agar ikki yonini ochiq, ya'ni ochiq chokda atrezlik qiladigan bo'lsangiz, bo'ksadan bir xil tushasiz yoki umumiy uzunlikgacha birozgina kenglik bersangiz ham bo'ladi. Endigi qiladigan ishimiz
old kengligimiz bor bizni, mana shirina grudi vtoraya, ya'ni old kengligimiz. Bunga ham qo'shib olamiz 3 santimetrni, 21 santimetr. Mana bu o'lchamdan bu yoqqacha bo'lgan o'lchamni 21 santimetrni qo'yib olamiz. Bo'yin o'lchami 7 santimetr. 7 santimetrni belgilagan joyimizga bizga kerak bo'ladigan bo'yin o'yinda o'lchamini ham qo'yib olamiz. 15-17 santimetr mana bu o'lcham uchun bemalol yetadi. Ana endi qiladigan ishimiz old qism uchun mana bu chizmamizdan 3 santimetr pastga tushib olamiz va mana shu chiziqlarni tutashtirgan holatda uzunlik qo'yib olamiz. Yeng uzunligimiz bizga qancha kerak edi? 60 santimetr masalan. Mana shu o'lchamdan 60 santimetrni qo'yib olamiz. 60 santimetr tugagan joydan yelka uchidan bu chizig'imizgacha 60 santimetr qo'ydik. 60 santimetr tugagan joydan 90 gradusli lineyka yordamida mana shu holatda chizib olamiz. Doskaga tegsa birozgina noqulaylik tug'diryapti. Siz bunaqa lineykangiz bo'lmasa daftardan yoki o'sha oddiy lineykani burchagini qo'yib chizgan holatda ham chiqarishingiz mumkin. Mana bu o'lcham bizda yengni og'zi 24 santimetr ekan. Buni ham 2 ga bo'lib olamiz. 24 ni bo'lamiz 2 ga. 12 santimetr. Bunga qo'shib olamiz 2 santimetr erkinlik haqqi 14 bo'ladi va 2 santimetr tikish haqqi bilan 16 santimetr qilib olishimiz kerak. Mana bu o'lchamni. Va mana shu chizmadan tekis chiziq chizib olamiz. Va aylantirib oldik. Sizga mana bu qismda bisektrisa hosil qilib olishimiz kerak. Kamida 3 santimetr gacha. 2-3 santimetr bo'lsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Undan ko'payib ketsa, mana shu yerda birozgina zalom hosil bo'ladi. Shunga e'tibor qaratamiz va mana bu chizmalarni hozir men sizlarga yana tushuntirib o'tishim kerakki, ayrim holatlarda mana bu qismda, ya'ni old qismida ochiq turadigan abaya turlari ham bor. Unga qarab siz modellashtirishingiz mumkin. Masalan, 4 santimetrli agar planka qo'yishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, mana shu yerdan faqat old qismda 3 santimetrni olib tashlashingiz mumkin. Va buni aylantirib olasiz. Ba'zi bir holatlarda ustma-ust tushishni xohlaydi, masalan, mijozingiz. Unda hech qanaqa olib tashlash imkoniyati yo'q sizda. Bo'yin o'yindisini bizga kerak bo'ladigan o'yiniga qarab aylantirib olishimiz kerak mana. Menga masalan hozirgi holatimda ustma-ust, ya'ni qishki matodan foydalanganligim uchun ustma-ust tushadigan holatda bichim kerak va shu holatda chizib olaman. Ayrim holatlarda, masalan, ayollar qomati nostandart bo'lganligi uchun mana shu bichimdan foydalangan vaqtimizda old qism kalta bo'lib, orqa qism uzun kelishiga ham e'tibor berganmiz. Bu nima uchun? Ayollarning ko'pincha ko'kragi nisbatan ko'kragi, qorni bo'lganligi uchun old qism ko'tariladi. Aynan mana shunaqa bichimdagi kiyimlarda orqa qism uzunligi turadi. Yelka boshlanish qismidan bizga kerak bo'ladigan umumiy uzunlik o'lchamini qo'yib olamiz. Mana masalan mana shu chiziqni oladigan bo'lsak, 60 deylik. Mana shu santimetrni lentani men doskada ko'rsata olmayapman. Sizlar o'zlaringizda mana shuni tajriba sifatida qo'llab ko'rsangizlar bo'ladi. Yelkani boshlanish qismidan umumiy uzunlik o'lchamini qo'yib, etakni oxirgi qismigacha tutashtirib olganimiz bu bizni etagimizni o'zini holati kelib chiqadi. Primerka paytida ham qilsangiz bo'ladi, lekin bu tikish jarayonida yanada osilganligi uchun sizga noqulaylik keltiradi. Shuning uchun bir martaga chizib olib bichganlaringiz ma'qul. Va keyingi ishimiz bu yerda etak qism o'zi o'zgarishsiz qoladi-da. Mana bu qismda, mana o'rta qismda, ya'ni qomatning o'rta qismida 3-4 santimetrgacha pastga tushib, mana shuni tutashtirib olamiz. Mana bu faqat old qismida qo'llaniladigan ish, orqa qism o'zgarishsiz qoladi va tikish joyi mana shu yerdan bo'ladi. Ana endi mana shu chizmani o'zini ustida orqa qismini ham chizishni ko'rsataman. Bu fasonimizda asos andozada emas, mana bu matoni o'zida bichib tikilayotgan bo'lganligi uchun aynan o'zini ustida chizganimiz juda qulay bo'ladi. Buning uchun mana bu qismdan old
kenglikka 3 sm qo'shib olgan qismimizdan 2 sm pastga tushamiz. Yelkani boshlanishidan shu yergacha bo'lgan chizmani tutashtirsak, lineyka yordamida umumiy uzunlikni qo'yib olamiz va 90 gradus lineyka burchak bilan tutashtirib oldik. Bo'yin o'lchami mijozni qomatidan kelib chiqqan holatda 2 sm dan bemalol 5 sm gacha olishimiz mumkin. Hozirgi holatimizda bemalol 3 sm tushdik. Orqa bo'yin o'yindisi mana bu qismdan 2 sm dan 5 sm gacha tushgunga qadar tushib bilamiz. Bo'yinda mijozni o'zini qomatidan kelib chiqadi. Bizda ko'krak aylana 46 bo'lganligi uchun u darajada, demak, mijozimiz u darajada katta qomat egasi emas. Shuning uchun 3 sm gacha tushib aylantirib oldim. Bel rasechkalarini qo'yib olaman va asosan dozamiz tayyor. Endi buni matolda joylashtirib bichib olsak bo'ldi. Hurmatli tikuvchilar, sizlarga tushunarli bo'lsin uchun old qismni boshqa rangda, orqa qismni boshqa rangda chizganman. Nima uchun? Agar ikkalaying bir xil keladigan bo'lsa, ko'pincha e'tibor bergan bo'lsangizlar, mana shunaqa bichimlarda tikishimiz orqaga ketish kuzatiladi. Lekin bu yerda tikkan vaqt mana bunday kelganligi uchun hech qanaqa kiyim ham orqaga ketmaydi va chokingiz ham o'zini o'rnida chiroyli turaveradi. Mana bu qismda cho'ntak o'rnini belgilab oldik. O'zi aslida cho'ntak qism beldan pastga tushib 3 sm dan boshlab 7 sm gacha pastga tushilgan holatda olsangiz bo'ladi, lekin bu keng fason bo'lganligi uchun agar pastga tushib ketiladigan bo'lsa, mana bu bel chizig'i beldan pastga tushib ketiladigan bo'lsa, juda pastda joylashib qoladi cho'ntagimiz. Shuning uchun biz bel chizig'idan 12 sm pastga tushdik. Bu 12 sm ham qo'l kengligidan kelib chiqadi. Masalan, mana bu qo'l aylanamizni yarim qismiga ozgina erkinlik haqqi berib o'lcham qo'yib olamiz. Mana shu bizga o'lcham qo'yilgan cho'ntak og'zi hisoblanadi. Va boyagi aytganim yelkadan ko'tarilib olgan qismini mana bu holatda chiqarib oldim. Endi doskamizda tekis chizishni iloji bo'lmadi. Mana shu holatda birinchi umumiy uzunlikni qo'yib olaman va yelka qism qimirlatmagan holatda yon qismiga keltirib olaman. Mana shu bizga etagimizni keltirib ko'rsatadi. Endi mana shu andazamizni matoga joylashtirishni ko'rsataman. Ana endigi qiladigan ishimiz, mana matoyimizni to'shab oldik. Albatta dazmollangan holatda bo'lishi kerak, chunki matolarning ko'pchilik holatda dazmolga kirish kuzatilinadi. Shuning uchun bichishimdan oldin albatta dazmollashni unutmang. Keyingi qiladigan ishimiz old qismni bichimini bichib olishimiz uchun bizga mana bu ko'k chizig'imiz orqa qism bo'lganligi uchun buklab olamiz. Buklab oldik. Boyagi doskada ham tushuntirib o'tganim kabi bo'yin oldini buklab olamiz. Mana shu yerda agar men oldini ochiq holat salgina, men bu plankadan tashqari birozgina ochiqroq holatini xohlasam 2 sm dan 3 sm gacha buklab olib chizsam bo'ladi. Bu abayalarda qo'l keladi va planka bilan bizga bemalol chizib olsak bo'ladi. Men xohladim mana shu holatda bichishni. Adras yoki matoyimizni isrofgarchiligini birozgina kamaytirish maqsadida ham mana shu holatda qilib bichib olsak bo'ladi va gulini ham to'g'ri keltirishimiz oson bo'ladi shunda. Mana ko'rib turganlaringizdek andazani joylashtirib bichimga tayyorlab oldik. Etak qismidan iloji boricha 3 sm dan 4 sm gacha joy qoldiringlar. Bu qayirib tikkanda etak qismi juda chiroyli ko'rinadi. Va endi orqa qismini chizib olamiz.
orqa qismini ham joylashtirib chizib oldik. Endi qirqib olamiz. Va yana shu o'rinda men bu bo'yin o'yindisini o'yishda e'tiborliroq bo'lamiz, chunki juda katta o'yilib ketsa, kiyimimiz orqa ketish yoki men bu plankasi juda tik bo'lib qolish, bo'yinga yopishib turmaslik holati kuzatiladi. Shuning uchun o'lchamdan juda katta bo'lib ketmasligiga e'tibor qaratamiz. Abaya kimonomiz uchun biz hozir cho'ntak bichamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan o'lchamlar asosan qo'l o'lchamidan kelib chiqib, mana shu holatda qo'lingizni joylashtiring va chizib oling. Chokdagi ko'rinmas cho'ntak bo'lganligi uchun cho'ntak og'zimiz 12 sm edi. Ikki tomondan 2 sm, 2,5 sm dan qo'shimcha tikish haqqi bilan 17 sm, 18 sm qilib olsak bo'ladi va qo'l o'lchamini topish uchun mana shunday qo'lingizni shunday joylashtirib chizib olsangiz, cho'ntak og'zimiz 12 sm edi. Kimono xalatimizda bunda tikish haqqi bilan 17 sm qilib cho'ntak og'zini qo'yib oldik. Undan tashqari cho'ntak qopi sifatida mana shu cho'ntak og'zidan kamida 7-8 sm pastga tushishi kerak, chunki buyum joylashtirgan payt buyumimiz tushib ketmasligini hisobini olishimiz kerak va mana qo'limizni joylashtirdik, qo'limiz bemalol sig'adi. Aylantirib oldik. Bo'yin, yeng va belga bog'lanadigan planka haqqi uchun 11 sm dan tasma kesib olaman. Ikkita yelkani, old va orqa yelkani ulashdan tikish ishimizni boshlaymiz. 1 sm tikishga olamiz. Ikkita yelkamizni overlock qilib olamiz. Yelkalarni tikib overlock qilib oldik. Endi qiladigan ishimiz ikkita yelkani biz dazmollab olishimiz kerak. Buning uchun e'tibor beradigan bo'lsangizlar, qalin matolarda agar overlock qilib dazmol bossangiz, keyingi tomonga, ustki tomoniga chiqib qoladi. Shuni oldini olish maqsadida men bu listimizni xohlagan oq, aynan oq bo'lishi shart emas, xohlagan listni joylashtirib ikki buklovda dazmollingizda yaxshilab par berib cho'ntak o'rnini ham bizga kerak bo'ladigan kenglikda rassechka qilib belgilab olamiz.
va tikishni boshlaymiz. Mana qadrli kuzatuvchilar, ko'rib turganlaringizdek old orqa qismlarga cho'ntaklarni ulab oldik. Endi etak qismidan tepaga qaratgan holatda tikib olamiz. Nima uchun? Bu bichimda e'tibor beradigan bo'lsangizlar, tanda ipi yo'nalishiga birozgina teskari kelgan bichimlarimiz bor. Agar biz pastki tomon, tepa tomondan pastga qarab tikadigan bo'lsak, mana bu choklar birozgina siljish va cho'zilish ehtimoli yuqori bo'lganligi uchun bunaqa bichimdagi kiyimlar doimiy pastdan tepaga qaratib bichiladi. Ko'rib turganlaringizdek, abaya kimonomizga qora rangdan planka qo'shishni lozim topdim va mana shu planka qo'shishni hozir sizlarga o'rgataman. Mana bo'yinni o'rta qismidan, mana bu ikkita matomizni o'rta qismini belgilab oldik. Ko'rib turganlaringizdek, dublirin matosini to'liq yopishtirmadim. Matoyimiz qalin bo'lganligi uchun to'liq holati menda 11 sm edi. 6,5 sm ga, ya'ni yarimdan birozgina o'tkazib dublirin yopishtirdim va mana bu qismida 0,5 sm, o'rta qismida 1,5 sm va 0,5 sm ga chiqib ketib, rasechka berdim va mana bu holatda dazmollab olaman. Bo'yinga chiroyli yopishib turishini ta'minlab beradi. Va mana shu holatda qayirib dazmollab olamiz. Orqa bo'yin o'yindini o'rta qismini belgilab olamiz. Va mana bu o'rta chizig'ini mana shu o'rta chiziqqa belgilab olamiz. Bulavka yordamida. Qolgan qismlarini ham iloji boricha aylanalar bor qismida birozgina tortibroq tikkaningiz ma'qul. Ko'rib turganlaringizdek plankasini ham tikib oldik. Endi navbat yengiga keldi. Yengini mana shu plankaning kengligi qancha bo'lsa, xuddi shuncha kenglikda qilib oldimda. Mana bu qism masalan necha santimetr bo'lsa tikish haqqi bilan olib, pastki qismini birozgina qiyalashtirgan holatda mana shu ko'rinishda tikib olamiz va ikki tomonga dazmollab, o'rtasini rasechka berib, mana bu holatga keltirib dazmollaymiz. Keyin ichkaridagi chokka bilan mana shu holatda birlashtirib, aylantirib tikib olamiz.
Mana ko'rib turganlaringizdek, kimono abayamiz ham tayyor bo'ldi. Bu boya ko'rsatib o'tgan asos andozamni xohlagandek qilib siz modellashtirishingiz mumkin. Masalan, kapishonlik qilishingiz mumkin, xohlang reglan yengli palto qilishingiz mumkin, yengi o'zidan tushgan, xohlang turli xil abayalarga modellashtirishingiz mumkin yoki badiiy bezash ham o'zingizning qo'lingizda. Mana, hurmatli tikuvchilarim, mana shunday go'zallik yaratish har bir insonning o'zini qo'lida. Sizni qiziqtirgan savollar yoki qiynagan mavzular bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyda yozib keting. Mana shu sizni qiziqtirgan savollarga harakat qilamiz o'z o'rnida javob berishga va videolar qilishga. Sog' bo'ling.